Assalamu alaykum, dünyanın her qaysı joylarida yaşayotgan aziz vatandaşlar. Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın Bilim Güç Qararlıq Tor söhbətinin alayda bölümüge hoş geldinler. Ben Mukarram Qurban. Bugünkü söhbətimizdə Çex dövlətinin Prag şəhərindən alayda kelgan iki mehmanımız biz bilan birlə. Ulug'bek efendim, Dinara Hanım, hoş geldinler. Hoş bulduk. Sizlerinin alayda vakit çıkarıp bizim bu şu programımız keldiğiniz için köp rahmet ettiniz. Teşekkür. Dinara Hanım, siz özünüzden kısaca bir tanıştırıp ötken misiniz? Assalomu alaykum. Biz bu yerga kelganimizdan juda ham xursandmiz. Ismim Dinara. O'zimiz O'zbekistonda tug'ilib o'sganmiz, lekin Chexiya davlatiga 15 yildan beri Chexiya davlatida turamiz, Pragada. 4 ta farzandim bor, alhamdulillah. Hozirgi davrda o'qiyman, studentman, magistraturada birinchi kurs studentiman, talabasiman. Biznes sohasida o'qiyapman. Undan tashqari restoranimiz, Mumtoz restoranini direktor hisoblanaman va xo'jayinim bilan shu sohada birgalikda ishlaymiz. Ulug'bek efendim, siz o'zingizni bir tanishtirib olsangiz. Assalomu alaykum. Aziz Mukarram opam. Sizga ming bor rahmat taklif qilganingiz uchun. G'oyat xursand bo'ldik. Men ismim Ulug'bek. O'zbekistonda Farg'ona viloyatida, Farg'ona shahrida tug'ilib o'sganmiz. 2007-yildan baqasiga Praga shahrida istiqomat qilamiz. Birga yashaymiz. 4 ta farzand otasiman. Bugungi kunda madaniyat turizm markazini rahbariman va Mumtoz restoranini sohibi biz. Birgalikda Dinara xonim bilan shu restoranimiz oilaviy restoran bu. Shu oilaviy restoranda bugungi kunda birga yurg'izib kelamiz. Rahmat. Restoranlar, hem işlerimler olmuş dileğimiz. Biz ötkeni Prag'a bağınca restoran olup bağdık. Nait çıraylık güzelgen, güzel bir restoran gen. İnşallah dinleyken fırsatlar olsa bir araya geçelim. Dinara Hanım, sizmiş kursga kelganda kursantlar so'zlagan vaqtingizda sizlarning qilgan ishlaringlarning natijasi biz dediniz. Yani bu ne demek istaysiz yani? Biz bu yerga kelganimizdan maqsadimiz ko'proq bilim olish. Aytganingizdek, kuch bilimda. Bizni kuchimiz bilim bo'lganligi uchun, bilim olish uchun keldik bu yerga va juda ko'p bilimga, ma'lumotga ega bo'ldik. Undan oldin qilib o'tgan ishlaring, qilgan harakatlaring mana endi samarasini berdi deb o'ylayman bizga nisbatan. Oldin internetda ko'rardik, YouTube'da ko'rardik, eshitardik, yangiliklardan ko'rardik. Lekin Rushana xonim Abbas bilan uchrashganimizdan keyin va mana shu Campaign for Uyghurs tashkilotini tanishganimdan keyin bu tashkilot bilan juda ta'sirlandim. Olib borilayotgan ishlardan, qilayotgan, ko'rsatayotgan jasoratlaringdan ilhomlanib, ta'sirlanib, bu narsaga loqayd bo'lmasligimiz kerak deb shu yerga kelishga ahd qildik xo'jayinim bilan. Biz bir-birimizni podдержка qilamiz doim. Harakat qilamizki, inshaalloh kelasi kunlarda qaytib borganimizda mana shu nima deydi? Shu olib borgan ishlaringni natijasi biz bo'lgan bo'lsak, biz ham olib borayotgan ishlarimizni Chexiyadagi natijalari ham shunday bo'lib chiqadi, xudo xolasa. İnşallah. Rahmat. Siz beraber etme restoranlar var, andaki sizin turizm, culture center var. Siz bu Uyghur davasını ağırlığından keyin bu davayımızın şu özünüzün sahası da özünüz etrafındaki qandaq bir anlatışını, ulanın bizim davayımız ekirişini qandaq oylayatsınız? Bana bir
Uyg'ur masalasi bu kechagi yangi chiqqan muammo emas. Shu kungacha, shu kunlargacha, yaqin kungacha bu masalani biz internetdan yo bir qanaqadir xabarlardan ko'rib turardik, olib eshitilardi, lekin eshitish boshqa, buni anglab tushunish boshqada. Bugungi kunda ko'p mamlakatlarda ko'p insonlar buni eshityapti, lekin oxirigacha anglamayapti. Sababi mana bugun biz shu Uyg'ur kampaniga kelib, shu yerda ko'rib, eshitib, tanishib, shu o'zimizga yana hamki ko'proq oydinlik kiritildi. Bu masala, bu muammo Uyg'urlar muammosi bunasida. Va bundan oldin Zinar xonim aytgandek, sizlarda olib borgan ishlaring natijasi mana endi biz o'zimizning misolimiz tariqasida aytadigan bo'lsak, mana endi o'zini mevalarini, natijasini beryapti. Biz o'ylaymanki, biz birinchi boshqa millat mansublari emasmiz. Bu kampingga kelib, bu masalalarda sizlarni yonlaringda turib, shu Uyg'urlar masalasini dolzarb muammo bo'lganini ko'tarib chiqish. Shuning uchun hozirgi kundagi kelgusida qilmoqchi bo'lgan rejalarimizdan bittasi bu mana yaqinda Navro'z bayrami bo'ladi. Bu Navro'z bayrami butun O'rta Osiyo, Turkiy mamlakatlar, millatlar bayrami hisoblanadi. Bizning yangi yilimiz. Shu Navro'z bayramida boshqa bir davlatlardan ham bizda o'rtoqlarimiz, millatdoshlarimiz, dindoshlarimiz keladi. Shularni kelishidan foydalanib biz kruglый stol, bu round table inglizchasiga shunaqa narsalar o'tkazamiz inshaalloh. Va shu uchrashuvlarda albatta Uyg'ur Sharqiy Turkistonda tug'ilib o'sgan, Sharqiy Turkistondan yaqinda kelganlar, bular o'z she'rda ko'rganlari, bilganlarini qolgan nimalarga misol tariqasida aytib, shunaqa suhbatlar o'tkazishimiz kerak ko'proq. Sababi bu narsaga bugungi kunda insonlar ma'lumot, informatsion sifatida qarayapti, lekin buni muammo sifatida unaqa katta e'tibor qilinmayapti. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganimki, sizlarga charchamanglar. Biz hamisha qo'limizdan kelgancha da'vat qilamiz, bu narsani eshittiramiz. Sizlarning ovozlaringga yana ham ko'proq ovoz qo'shilsin. Xudo xolasa inshaalloh bizda o'zbeklarda aytgandek, oyda 15i qorong'i bo'lsa, 15i yorug'. Shuningdek, Uyg'ur millatiga, Uyg'ur qarindoshlarimizga sabr toqat tilaymiz va kurashishni to'xtatmasligini. Sababi qancha qiyin bo'lsa kurashish, shunchalik bu narsa samarali, ijobiy hal bo'ladi. O'shaning uchun sizlar yolg'iz emassizlar. Sizlar bilan yana hali saflaringga boshqa bizni Turkiy millatlar qo'shiladi. Shuning uchun ishonchimiz komil, yaxshi bo'ladi. Faqat harakat va sabr. Yana bir narsa aytib o'tmoqchi edim. Universitetda o'qishim jarayonida bir suhbat bo'lib o'tganda, shu genotsid masalasida gap ochilganda, suhbat mavzu ochilganda, men ham Uyg'ur genotsidini olib chiqdim. Boshqa studentlarda talabalarni shu suhbatga jalb qildim. Lekin afsuski, talabalarda hamda professorni o'zida ham ma'lumot juda kam ekan. Ma'lumotga ega bo'lmasligi ham mumkin yoki
balkim bu ma'lumotga bir jiddiy qaramagan bo'lishlari ham mumkin. Shuning uchun ham qaytib kelganimdan inshaalloh shu mavzuni yana bir bor olib chiqmoqchiman. Professorlar bilan, o'qituvchilar bilan, talabalar bilan, kursdoshlarim bilan birgalikda shu Ulug'bek akam aytgandek round table bir stolga o'tirib muzokara qilishga, suhbat o'tkazishga niyatim bor. Bu masalani yana bir bor nimaga olib chiqsak, xudo xolasa da'vaga olib chiqsak, ko'pdan ko'p odamlar bu narsaga balkim boshqacha qarar. Va shunga o'xshash mana shu Gagada bo'lib o'tgan trening konferensiyalarni ham Pragada o'tkazishni rejalashtirsak ham yaxshi, menimcha juda ham yaxshi bo'lardi. Undan ham kattaroq samarasini ko'rardik inshaalloh. İnşallah. Rahmat. Ulug'bek efendim, siz bizning ishkanimiz kurs qatnashganki, bizning yoshlarni ko'rdinglar, ularning suhbatlarida birga bo'ldingiz, guruhlar bo'lindingiz. Qanday bir hissiyatda bo'ldingiz bizning kursdan ham yoshlarimizdan? Yoshlarda mana bugungi kechagi bo'lib o'tgan bu kemping, bu seminar, Uyg'ur kemping seminarida ko'rib juda ham to'lqinlanib ketdim. Sababi yoshlarda olib borayotgan ishlari, harakati, bu ko'zlaridagi yonib turgan nimasini ko'rib men o'zim ham to'lqinlanib, ta'sirlandim va yana hamki g'ayrat, shijoat meni o'zimda bir uyg'onib shunga mana ko'rib turganingizdek hayotimda birinchi marta intervyu beryapman desam ham bo'ladi. Rahmat. Shu narsaga sabab bo'lgani ham mana shu yoshlarni ko'rib. Chunki men bitta narsani amin aytmoqchimanki, Sharqiy Turkistonni kelajagi bu yoshlar olib borsa, inshaalloh shu yoshlarni bugungi kundagi harakatlarini ko'rib amin bo'lib aytamanki, inshaalloh tez kunda biz odamlar o'ylagan kunda ham ertaroq natija bo'ladi. Sababi bu yoshlarni ishi ko'p. Yoshlar bilan men muloqot qilganman, boshqa qilganman, lekin bugungi kundagi Uyg'ur millatiga mansub bo'lgan Sharqiy Turkistondan kelgan shetda ba'zilari bilan suhbatlashdik, ba'zilari yoshlik chog'ida kelganlar. Hatto ular ham Sharqiy Turkistonda o'zlari bo'lmagan bo'lsa ham, lekin harakatlari nihoyatda kuchli. Kurashishi boshqasi. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, inshaalloh Sharqiy Turkiston ishonchli qo'llarga da turibdi. Agar shu yoshlar shu davom etsa, hamma o'ylangan, hamma butun orzusi desam ham, butun Uyg'ur millatini, Sharqiy Turkiston aholisini, xalqini niyati, orzusi shu yoshlar ro'yobga olib chiqadi deb o'ylayman. İnşallah. Siz yoshlar bilan jiq bo'lib suhbat bo'ldi. Siz o'ylaganlaringizni bir bizga o'rtoqlashganmisiz? Shu Ulug'bek akam aytganlaridek, gaplaridan, qilgan harakatlaridan, shijoatidan, jasoratidan juda ham ta'sirlandim. Yoshlar Yevropada tug'ilib o'sgan yoshlar bor. Lekin shunga qaramasdan turib, bir yuraklarida qanaqadir bir haqiqiy nima deydi, vatanparvarlikni his etdim. Ko'zlarida, harakatlarida, gaplarida, so'zlarida, nutqlarida, hammasida va qilib olib borayotgan ishlaridan hamda o'zlari endi aytishdi seminar mobaynida rejalarini, planlarini aytib o'tishdi-da. Shunday qilmoqchi bizga yordam kerak, bizga moliyaviy bir nima deydi, support yordam bir kerak deb aytishganda, biz shularni ko'rib, biz yordam bermasak kim yordam beradi? Biz shularga bir oldilarida turib
orqalarida, oldilarida turib yordam bermasak, ularga bir qo'llab-quvvatlamasak kim bu narsani qiladi degan shu o'yda qoldimda va shu niyatim shundan. Kelajakda xudo xolasa shu yoshlarga bir nafaqat bir moliyaviy yordam, balki o'sha qo'llab-quvvatlash kerak ularni. Motivatsiyasini, qiziqishini uyg'otib turish kerak. Chunki bular kuch, bular kelajakning kuchi. Ular olib borayotgan ish juda ham katta ish nihoyatda. Bularni biz Pragaga ham tashkil qiladigan bo'lsak, ularni Pragaga albatta taklif qilamiz. Suhbatga bir doira qilmoqchi bo'lsak, suhbatga ham chaqiramiz. Menimcha bularda samarasi, haqiqiy samarasi shularda. Shularning qo'lida deb o'ylayman. Xudo xolasa inshaalloh vatanparvarlik ularda so'nmasa, shu vataniga, xalqiga muhabbati so'nmasa, juda katta yutuqlarga ega bo'lamiz birgalikda inshaalloh. İnşallah, rahmat. Programımızın ahırda sizden sorsam, biz kursga geldiniz Uygurlardan, texnik Uygurlar bilan müşkatim görüşüp tanıştınız. Bu kursdan keyin Uygurlarımızga qanday bir yurak so'zingiz bor? Avvalambor eng asosiy tilagim Uyg'ur xalqiga bu umidni yo'qotmaslik, umidsizlanmaslik. Noumid shayton deyishadi, umidsiz shayton deyishadi. Chunki umid yo'qolsa, hamma harakat ham, kuch ham yo'qoladi. Shuning uchun sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim, biz sizlar bilanmiz. Doim sizlar bilan bo'lib kelamiz. Bu yerga kelganimizdan maqsad ham shu, sizlarni yanada ko'proq o'rganish, bilish, muammoni his etish. Sizlar bilan bo'ldik. Shu 2 kun mobaynida bo'lib o'tgan seminarda his qilgan hayajon bu hali ham bor. Yurakda bor va bu davom etadi, doim qoladi biz bilan. Biz sizlar bilanmiz, doim oldilaringda bo'lamiz va safimizga yanada ko'proq turkiy millatlardan shu muammoni sizlar bilan yechishga harakat qilamiz. Inshaalloh juda ko'p rejalar bor va hech qachon o'ylamanglar, sizlar yolg'izsizlar. Shuni demoqchi edim. Yolg'iz emaslar. Alloh sizlarning taraflaringda va harakat boshqa millatlarda, boshqa xalqlarda. Xudo xolasa birgalikda bu narsaga yetamiz inshaalloh niyatlarimizga. İnşallah, rahmat. Sizin qanday bir yurak so'zingiz bor Uyg'urlarda? Uyg'ur millatiga, Sharqiy Turkiston xalqiga niyatim kurashishni to'xtatmaslik. Aytganimdek, kechagi seminardagi yoshlar bilan suhbat bo'lganda, yoshlarda ko'pchiligi tug'ilib o'sgan bo'lsa ham, lekin yoshligida Yevropaga kelgan, Sharqiy Turkistonni hali ko'rgani yo'q. Uyg'uristonni ko'rgani yo'q. Lekin kurashishi, qalbidagi shajoat, bu muhabbat, millatga, vatanga bo'lgan bu cho'q, nima desam, bu muhabbati, olov, yonayotgan yuragidagi olov bizga ham o'tdi va boshqa millat mansublariga, boshqa xalqlarga ham bu narsa o'tadi. O'shaning uchun tilagim bittaki, hamisha jim, bizni baribir birov eshitmaydi, biz aytganimiz bilan quloq tutmaydi, anglamaydi deb o'ylamanglar. Har bir bugungi kundagi qo'yilgan kichkina bir g'isht yo bu tosh, bu kelgusidagi katta bir binoni boshlanishi deb hisoblanadi. Shuning uchun hamma qarindosh Uyg'ur og'aynilarimiz, do'stlarimiz, millatdoshlarimizga kuch-quvvat, sabr, toqat va hamisha oldinga kurash. Aytmoqchimanki, orqaga yo'l yo'q, faqat oldinga. Maqsadimiz bitta. O'shaning uchun men o'ylaymanki, yaqin
vaqtlarda bu Uyg'urlar safiga Uyg'urlarni nafaqat turkiy millatlar, bu boshqa bir millat, Yevropa millatlari, xalqlari ham qo'shilib, bu saf yana ham kengayadi. Bugungi kundagi sizlarda olib borayotgan ishlaringni natijasi nihoyatda keng. Mana bitta misol tariqasida bizni ko'rib turibsiz. Biz mana o'shanda Pragada, Chexiyada hamma narsamizni tashlab keldik. Bu deganiki sizlarni olib borayotgan ishlaringni natijasi. O'shaning uchun bu yo'lda to'xtamanglar. Harakatlaringni to'xtatmanglar. Sizlarda harakatlaringni ko'rib, boshqalar bir ham shu harakatga keladi. Misol tariqasida aytsam, agar mashinangiz buzilib qolsa, ichida o'tiraversangiz, sizni ko'rgan mashinalar yoningizdan o'tib ketadi. To'g'ri. Lekin siz tushib mashinangizdan, shu mashinangizni itarishni boshlasangiz, yana qolgan haydovchilar ko'rib, yordam kerak ekan deb tushib, keyin sizni yoningizda qo'shilishib mashinangizni itarishadi. Shu misol. O'shaning uchun Uyg'ur arkadaşlarimiz faqat harakatni to'xtatmaydi. Qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsam, agar sizlar harakatni to'xtatsalaring, biz ham chekinamiz. Agar harakatni davom ettirmasalaring, biz sizlardan ilhomlanib, shu sizlarda bo'layotgan, ko'rayotgan olovlaringni ko'rmasak, biz olovlanmaymiz. İçimizdagi hayajon ham so'nadi. O'shaning uchun ham sizlar hech qachon orqaga yurmanglar, faqat oldinga yuringlar. Kurashinglar, kurashni davom ettiringlar. Chunki sizlar yolg'iz emaslar. Biz bormiz, boshqalar ham bor. Bu kurash, bu e'lon qilingan urush nafaqat sizlarga qarshi, bu butun islom diniga qarshi bo'lgan kurashdir. Bu nafaqat Uyg'urlarga bo'lgan genotsid, balki musulmonlarga ham, butun olam bo'yicha bo'lgan musulmonlarga qarshi bo'lgan urush hisoblanadi. Shuning uchun ham sizlarning urushlaring bizni urushimiz, sizlarning kurashlaring bizni kurashishimiz. Hech qachon orqaga yurmaylik, faqat oldinga. Biz sizlarga qarab turibmiz desam bo'ladi. Qo'rquvni ham olib tashlanglar, bilamiz, tushunamiz. Qo'rquv bor narsa, lekin agar qo'rqib o'tirsalaring, bu muammolar hech qachon yechilmaydi. Agar chekinsalaring, biz ham chekinamiz. Sizlar borsizlar, biz bormiz. Ko'p rahmat bu vaqt chiqarib program qatnashib berganlar uchun. Inshaalloh sizlarning bu suhbatinglardan bizning buni ko'rarmanlar nihoyatda kuch oladi deb o'ylayman. Hamda sizlarning bundan keyin qilmoqchi bo'lgan ishlaringlar, bizning da'voni anglatish ishlaringlar, o'zinglarning restoran ishlaringlar hammasiga muvaffaqiyat tilayman. Inshaalloh yana ko'rish fursatlari bo'lar. Taklif uchun rahmat. Biz uchun juda katta sharaf. Sizlarga ko'p rahmat. Dedim çalışmakta diye yolumda, dedim ötkürnüme, dedi kulumdu, dedim satar mısın, o dedi yapayım.